Assalomu alaykum. Bugungi o'rganadigan harflarimiz zal va dal harflari. Birinchi harfimiz zal. Nomini yozayotganda z ni ustiga bir nuqta qo'ydim. Sababi bu z harfi o'zbek tilida mavjud emas. Yozilishida ushbu harf chiziq ustida yoziladi va yuqorisida bitta nuqtasi mavjud. Mana shu tarzda alohida ko'rinishini yozamiz. Talaffuzida tilimizni uchini ikkala tishlarimiz orasiga qo'yib talaffuz qilishimiz kerak. Z. Ana shundagina to'g'ri chiqadi. Z. Ba'zilar buni chuchuk z deb qo'yadi. Z harfi so'z boshida. Z harfi o'zidan keyin ulanmaydi. Mana bu yerda qandaydir bir harf mavjud deylik. So'z o'rtasida o'zidan oldingi harfga uladik, o'zidan keyingi harfga ulamaymiz. So'z oxirida o'zidan oldingi harfga uladik va bu bilan so'zimiz yakunlanadi. Mana shu z harfi. Z. Keyingi harfimiz dal. Dal. Dal harfini ko'rinishi z ni nuqtasiz holati. O'zbek tilidagi d ga juda o'xshashib ketadi talaffuz jihatidan. D ni talaffuz qilayotganimizda tilimizni uchi yuqori tishlarimizni orqasiga tegishi kerak. D. O'zbek tilidagi d ni talaffuz qilsangiz ham xuddi shu holatga keladi. D. D ham z kabi o'zidan keyingi harfga ulanmaydi. D ni yozamiz, o'zidan keyingi ulamaymiz. D harfi. D so'z o'rtasida o'zidan oldingi harfga uladik. D ni yozdik. O'zidan keyingi ulamaymiz. Va so'z oxirida D. So'z o'rtasidagiga juda o'xshashib ketadi. O'zidan oldingi harfga uladik va D bilan so'zimiz yakunlandi. Mana shu bugungi harflarimiz. Z va D harflari.